Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz opa-singillarimiz, barchangizni kuningiz xayrli va barakali o'tsin ilohim. Kanalimizga xush kelibsiz. Agar hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying. Namoz haqida bir necha samimiy so'zlarni gapirib o'tamiz. Namoz bu qalbning oromidir. Namoz insonni tozalaydigan, uni yomonlikdan asraydigan nurdir. Kim namozni asrasa, Alloh uni asraydi. Namoz bu Robbimiz bilan eng yaqin bog'lanishdir. Ey mehribon Allohim, qalbimizni iymon nuri bilan to'ldirgin. Bizlarni namoz sevuvchilaridan, uni o'z vaqtida ado etuvchilaridan qilgin. Qadamlarimizni to'g'ri yo'ldan adashtirmagin. Qalblarimizni g'ofillikdan asragin. Ey Robbim, qiyinchiliklarda sabrli, ne'matlarda shukurli bandalaringdan qilgin. Har bir qilgan amalimizni faqat sening roziligiing uchun bo'lishini nasib etgin. Ota-onalarimizni, yaqinlarimizni o'z panohingda asragin. Bizlarga pok qalb, tiniq niyat va mustahkam iymon ato etgin. Duolarimizni qabul qilgin. Gunohlarimizni mag'firat etgin. Dunyo va oxiratda yuzimizni yorug' qilgin. Jannatingga kirishni nasib etgin. Ey Allohim, bizlarni namozni tark etmaydigan, sendan uzoqlashmaydigan, doimo senga yaqin bo'lgan bandalaringdan qilgin. Amin. Aziz do'stlar, videomizni kengroq tarqalishi uchun mehnatimizni qadrlab obuna bo'ling va do'stlaringizga ulashing. Keyingi videolargacha Allohga omonat bo'linglar.